Minok. To'yingga yetib keldimmi? Onasi. Voy otasi, rahmat. Zaksga nechta mashina aytding? 3 ta. Madam o'g'lim to'yiga nechta aytdi? U 4 ta aytgan. Biz 10 ta aytamiz, tushundingmi? Pulimiz yetami? 20 yil Rossiyaga nima uchun ishladim? Madamimdan o'taman deb ishladim. Onay! Voy onay! Ha, otasi? To'yga nechta odam aytding? 300 ta. Madamin nechta aytgandi? 400 ta ekan, 450 tami? Sen 600 ta odam chaqir. Yetmasa qo'shni qishloqdan chaqir. Bo'lsa, madaminikidan zo'r bo'lsin. Xo'p bo'ladi. Tog'a, Rossiyaga olib keldingizmi? To'yda ko'rasan qanaqa shikoyat olib kelganimni. Mana qara. Sen sunnat bo'lganmisan? Ha. Bo'lmaganingda qo'shib to'yga. Otasini qarang. 2 tagina qo'y so'yamizmi? Madamni nechta so'ydi? 2 ta qo'y, bitta inoq so'ydi. Biz 4 ta buqa so'yamiz. Ha, Pul ketsa-ketsin, obro' ketmasin. zo'rsiz otasi. Menga qarang otasi, mana yerda kitob odam turadi. Mana yerda hovli tarvuz, mana yerda suv ichimliklar, mana yerda non, pul, shirinliklar hammasi bo'ladi. Pinchoza salatlardan xullas dasturxoningiz to'ladi. Mana yoq bo'sh qolyapti-ku. Shu joyda o'ylamabman-ku. Madamni nima qo'ygani bu yoqqa? Rossiyskiy ishkalab qo'ygan. Biz iskoni bonbonidan qo'yamiz. Zo'r vaqtli. Rossiyskidan o'lsa o'ligi ortiq. Razraz, brikut, razraz, brikut. Salashni o'rganyapsanmi o'g'lim? Yo'q. Kim bu sota qo'zi? Artist. Isming nima? Botir Qodirovning shogirdiman. Ismini qo'lni qarab, yo'q. Madamni to'yiga qaysi artist chaqirgandi? Hamdam Sobirov. Undan zo'ri bormi? Inna bilan jahkalik. Bor o'g'lim, chaqir. Zo'r bo'lsin. Madaminikidan zo'r bo'lsin. Dadasi, bu jahalipingizning qo'shiqlari o'ynab bo'lmayapti. Majbursan endi, o'yna, obro' uchun o'yna. Jahalib, Cho'tam, bratan. bu to'yga o'zi qanchadan chiqyapsan? 20 So'mdami? dollar. O'g'lingga bir 2 soat ko'zimga ko'rinmasa o'ldirib qo'yaman. Jahalib 20 ming dollarga chaqirdi. Yeshcha qishloqda bitta manma. Sog'inganman ota mehrim, siz onamga o'xshab keling. Otajon, hamma xalq ichida sizga mancha sovg'a beraman. Mana shu avtomobil sizga o'ta. Voy! Kutmagandim. Hafta oldida obro'yimni ko'tarib yubording, jon bolam. Rahmat xolam. Kelim qani? Hojatxonaga chiqib Ko'rmanda. Bunga o'ynasa bo'lar kerak. Ayna! Inangga rahmat. O madami. To'xta. Cho'ntagingga nima sovg'a olding? Tushdimi? Stoldagi eng zo'r narsani olibsan-da, ha? Bo'ldi, Sherbutda tan oldim. Qishloqdagi biri sensan, eng zo'ri. To'xta. Zurnoy pasta, rossiyskiy. Nima qilaman men? Kuygan joyingga surtib qo'yasan. Rahmat. Tuzum bo'lyapti otasi. Inna qizim ketyapsanmi? Da, xoshu. Spasibo. Ertaga kelin salomni ham shu inna qizim aytsin. Voy, salom nima? Да. Деньги есть? Много есть. Все, тогда завтра приду. Пока-пока. Завтра. Благодарю. Ha, Maka nima sotyapsiz? Jahalib pulini berishim kerak. Sen kimsan? To'yda o'g'lingiz moshina bergan deysizlarmi? Ha. Shu moshina siz nomingizga kreditga chiqarilgan. Xabaringiz bormi? Ota, keliningiz bilan salonga qayerga boramiz biz? Rossiyaga. Nimaga Rossiyaga? Zo'r ish topib beraman. Kelin bilan birga ishlaysan. Hisoblab chiqdim. 25 yil ishlasak, hamma qarzimizdan qutulamiz ekan. Ha, siz ham borasiz-a? Men bormayman. Nimaga? Deport bo'lganman.